27 yoshimda iqtisod fanlari nomzodi dissertatsiyasini himoya qildim. 28 yoshimda esa dotsent ilmiy unvonini oldim. Shu bilan birga amaliyotchi auditor malaka sertifikatini oldim. Shu kungacha 10 mingdan ortiq shogirdlarga egaman va ular hozir yirik kompaniyalarda rahbar, bosh buxgalter, moliyachi lavozimlarda ishlab kelmoqdalar. Nima deb o'ylaysiz? Shularni ortida nimalar turibdi? Bu yo'l oson bo'lganmi? Menda hozirgi kunda auditorlik malaka sertifikati, undan tashqari SIPA xalqaro sertifikati va ACCA DP4 diplomi bor. Bu diplomlarga ega bo'lish oson bo'lgani yo'q. Ya'ni agarda siz ham bunday diplomlarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, mendan maslahat, ta'liminglarni to'xtatmanglar. Albatta o'zingizlarni ustingizdan ishlanglar. Siz ham shunaqa sertifikatga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, albatta meni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring va men sizga bosqichma-bosqich hammasini batafsil yoritib beraman.